Ahil jamoa. Ishlaman charchaman. Ishonch, hurmat va birdamlik. Bir-biriga bo'lgan ulkan e'tibor. Eng asosiysi esa bu inson qadri. Muruntov koni namoyish etadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush baxtlar. Yaxshimisiz? Tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz bilan. Biza yaxshi kunga yig'ildik. Markaziy kon boshqarmasi bosh muhandisini shaxsan o'zlari kelganlar. Shu tabriklasalar. Mustahkam sog'lik bilan sizlarga tinchlik toping. Shu kollektivda o'zini hurmatingiz bor. Hamisha bundan ziyoda bo'lib ko'ring. Rahmat. Muruntovdagi katta konni ish xodimlarini ijtimoiy himoya qilish, texnikalarga zarur ehtiyot qismlar bilan ta'minlash, ishchilarning kiyim-bosh sharoitini ta'minlash, hammasiga javobgar odamsiz. Shu hech qachon rahmat eshitasiz deb o'ylamayman, chunki 3,5 mingta odam hamma rozi qilib bo'lmaydi. Shu eng muhimi norozi odamlar bo'lmasin. Roziman demasa ham shu norozi bo'lmasin odamlar sizdan. Shu talabchan yaxshi rahbar odamsiz. Iloyim kollektiv oldidagi hurmatingiz yana ham oshib ketaversin. Shu farzandlaringizning huzurini ko'ring. Bir joyga to'xtab qolmang. Faqat yaxshi kunlarni muvaffaqiyatlarni tilayman. Sog' bo'ling. Muruntov konining eng katta boyligi uning oltini emas, balki fidoyi va ahil jamoasidir. Qiyin mehnat, mustahkam birdamlik va o'zaro ishonch tufayli har bir yutuq qo'lga kiritiladi. Aynan shunday jamoa Muruntovning dunyoning yetakchi konlaridan biri sifatida yuksaltirib kelmoqda.